11-qism. Kapitan biroz o'ylanib turdi-da, bir qarorga keldi shekilli. "Ko'p qolib ketmaymizmi?" deb so'radi. "Menimcha, ko'p qolib ketmasak kerak. Uyda maraka bo'lyapti", dedim. "Unaqa bo'lsa borganim bo'lsin." Shundan so'ng biz ancha vaqt jim ketdik. "Moskvadan kelgan hamma buyruqlarni menga aytmadingiz, kapitan", dedim nihoyat jimlikni buzib. "Mening bilganim shu. Boshqa hech narsa aytishmagan menga. Lekin KGBchilarga boshqacha buyruq ham kelgan bo'lishi mumkin." "Buyruq 1 oy burun keldi dedingizmi?" "Ha. 1 oy. Ukamning o'ldirilganiga 1 oy bo'lgan. Singlim ham shu oy ichida dabdurustdan giyohvandga aylanib qolgan. Mening Germaniyadan chiqib ketganimga ham 1 oydan ko'proq vaqt o'tdi. Bu yerda bir sir borga o'xshaydi. Mening harbiydagi jinoyatim bilan ukamning o'ldirilishi orasida qandaydir aloqa bor emasmi?" dedim kapitanga qarab olib. "Bunisidan xabarim yo'q. Bilasizmi, meni taajjubga solayotgan narsa, kichkinagina rayon markazida bir odamni kuppa-kunduz kuni so'yib ketishsa-yu, militsiya qotillarning kimligini topa olmasa. Agar kimdir maydagina jinoyat aytaylik, o'g'irlik qilsa ham darrov qo'lga olinadi. Kapitan shu paytgacha men o'zimning qanday xizmatda bo'lganimni ham hech kimga aytmagan edim. Lekin o'ylab qarasam, bekor qilayotgan ekanman. Shuning uchun sizga harbiyda nima voqealar bo'lganini aytib beraman. Qo'rqmaysizmi?" "Aytaver, qo'rqadigan davrim o'tib ketgan", dedi kapitan pastga urganimdan xafa bo'lib. "Men harbiy xizmatda josus bo'lganman. Aynan o'zimizning davlatga xizmat qilganman. Yashirib o'tirmayman. Ko'p qon to'kishimga to'g'ri keldi. Lekin bekor qilgan ekanman. Mana evaziga rahmatning qanaqasida olyapman", dedim chuqur nafas olib. Keyin otamdan so'ng ikkinchi odamga hamma voqealarni aytib berdim. Kapitan mening hikoyamni eshitib chuqur o'yga toldi. Dastro'molini olib kal boshidagi terni artdi. "Bu haqda 5-6 yil burun picha eshituvdim. Harbiy hunar texnika bilim yurtida birga o'qigan kursdoshim aytuvdi. Ukasi josus bo'lgan ekan. Lekin u senga o'xshab qaytib kelolmagan. Taqdiring shu ekan. Boshqa ilojing qancha?" "Kapitan, agar meni tutolmasangiz sizni nima qilishadi?" "Bilmadim. Balki harbiy tribunalga topshirishar yoki qonunga meni qurbonlik qilishar. Agar tutib olib borganingizda ham sizga qahramonlik bermasligi aniq. Qaytanga mening mashinamga o'tirib suhbatlashganingiz uchun ma'lumot olgan degan gumonda yo'q qilishadi. Demak, har ikki holatda ham sizga oson bo'lmaydi. Siz-ku o'limdan qo'rqmaysiz. Bu yuzingizdan ko'rinib turibdi. Lekin xotiningiz, bolangiz-chi? Shular haqida o'ylamaysizmi?" Mening gapim kapitanga qattiq ta'sir qildi shekilli, peshonasi tirishib ketdi. Bu paytda biz shaharga kirib kelayotgandik. "Senga bitta yaxshilik qilay", dedi kapitan asabiy ohangda. "Shahardagi hamma dam xodimlariga mashinangning nomeri berilgan. Ular mashinangni ko'rishlari bilan to'xtatishadi. Bundan tashqari,
singlim yotgan kasalxonada 4 ta KGB xodimi seni kutib turibdi. Bu ma'lumot uchun sizdan juda minnatdorman, dedim astoydil xursand bo'lib. Mashinani to'xtatdim-da, kapitanga buyog'iga taksida ketishimizni aytdim. U indamay mashinadan tushdi. Taksi haydovchisiga sartaroshxonaga borishimizni aytgandim. Kapitan menga ajablanib qaradi. Men hammasi zo'r bo'ladi degandek bosh barmog'imni ko'tarib ko'rsatdim. 10 daqiqalar ichida sartaroshxonaga yetib bordik. Men kapitanga, siz shu yerda o'tira turing, deb o'zim mashinadan tushdim. Qop-qora sochim sap-sariqqa aylanib qolganidan kapitan avvalga meni tanimadi. Keyin iljayib, kasbingning ustasi ekanliging ko'rinib turibdi, dedi. Men kutib turgan taksichining pulni berib, boshqasini to'xtatdim-da, teatrga haydashni aytdim. Yana nima karomat ko'rsatmoqchisan degandek, kapitan menga ajablanib qarab qo'ydi. Biroq lom-mim demadi. Teatrda qandaydir spektaklning repetitsiyasi boshlangan ekan. Erinibgina rol o'ynayotganlarni tomosha qilib o'tirgan odamning yoniga bordim-da, "Aka, sizni 1 minutga mumkinmi?" dedim. U menga ajablanib qarab turdi-da, "Bu yerda nima qilib yuribsiz?" dedi jahli chiqib. "Sizda juda zarur ishim bor edi. Yordam bermasangiz bo'lmaydi. Iltimos", dedim o'zimni bechora hol ko'rsatib. "Qanday yordam?" dedi u kerilib. "Institutda ishlayman, madaniyat bo'limida. Bir sahna ko'rinishi tayyorlagandik. Obkomdagilar kelib ko'rish kerak edi. Hamma narsani taxt qildik-u, soqol mo'ylov topilmay qoldi." "Yo'q, bizda", dedi u birdan yuzini burib. "Aka, iltimos, sharmanda bo'lib qolmaylik", dedim-da, 2 ta lelin kallani uning kissasiga solib qo'ydim. U basharamga bir qarab, "Bittagina bor edi. Bugun kerak o'zimizga. Mayli, raz kattalar kelarkan yordam qilamiz", deb sekin o'rnidan turdi. Meni kapitan mutlaqo tanimadi. Uning yoniga kelib, "Shu yerdan avtobus o'tadimi?" deb so'radim. "Bilmayman", deb teatr tomonga qarab turaverdi. Shundan so'ng o'zimni tanitishga majbur bo'ldim. Kapitan yolg'on aytmagan ekan. Singlim yotgan kasalxona yonida 4 ta barzangi yigit o'tgan-ketganlarni sinchiklab kuzatar. Ayniqsa mening yoshimdagilarga juda diqqat qilishardi. Biroq ular menga e'tibor qilishni xayollariga ham keltirishmadi. Bemalol o'tib ketdim. Kasalxonada domlalarni boshqacha izzat-ikrom bilan kutib olishar ekan. Hamshira qiz iljayib-tirjayib Saidaning xonasiga o'zi boshlab bordi. Saida yoshligidan juda suluv qiz edi. Men armiyaga ketmasimdan burun hali 7-sinfda o'qisa-da, orqasidan yugurganlar ko'p bo'lgan. Onam otamga, "Bu qizingizni maktabni tugatgandanoq uzatib yubormasak, bitta yarimtasi o'g'irlab ketishdan ham toymaydi", der edi. Shunday qizdan endi faqat qosh, kipriklar qolibdi xolos. Uni ko'rib dodlab yuborishimga ozgina qoldi. U esa birdan orqasiga tisarildi. "Yo'q, kerakmas, o'lib qolaman. Buguncha indamang", dedi yig'lab. "Saida", dedim men ko'zimga yosh bilan. "Men akangman, Sobirman." "A, Sobir akam", deya u menga biroz tikilib turdi-da, Akam armiyada o'lgan. Aldamang. Akam sizga o'xshamasdi. Meni aldab yana qiynaysiz." Saida, jon singlim, deya unga yaqinlashdim.
Yo'q, dedi u orqaga tisarilib. Siz mening akammasiz, yaqinlashmang. Hozir tomirimni tishlab uzaman. Men yuzimni qo'llarim bilan bekitdim. Yo Xudo, singlimni ne ko'yga solishibdi bular. Buning uchun hammang javob berasan. Kerak bo'lsa Moskvangdagilarning ham abjag'ini chiqaraman, deb xayolimdan o'tkazdim alam bilan. Yuzimdagi soqol mo'ylovni yulib oldim-da, Saidaga kulib qarashga harakat qildim. Shunda Saida menga biroz qarab turdi-da, "Akajon" degancha o'rnidan sakrab turib menga o'zini otdi. Bo'ynimdan quchoqlab o'kirib yig'lay boshladi. "Akajon, o'zimning akajonim. Sizni o'ldi deyishgandi. Xayriyat, tirik ekansiz. Enam sizni ko'rsa xursand bo'lib ketadi. Akajon, meni bu yerdan olib keting. Yomon ukol qilishib, har kuni meni qiynashadi, azoblashadi, akajon." "Hoziroq", dedim men ham o'zimni yig'idan tiyolmay. "Hoziroq seni olib ketaman. Seni bu ahvolga solganlarni enasini ko'rsataman. Yig'lama, Saida, hali hech narsa ko'rmaganday bo'lib ketasan." Singlimning selday oqayotgan ko'z yoshini artdim. U esa menikini. Aka-singil uzoq vaqt bunday turolmasdik. Men tezroq zarur ishlarni bitirishim kerak edi. Shu bois Saidaga darrov kelishimni aytib xonadan chiqdim. Eshikdan sal narida meni kuzatib kelgan hamshira tirjayib turgan ekan. "Talabangiz o'ziga kelib qolibdimi?" so'radi u menga ko'zi tushgan zahoti. "Sizlarga qanday minnatdorchilik bildirishni bilmay turibman", dedim men ham iljayib va uni shu zahoti gipnoz qila boshladim. Ishonuvchan, ta'sirchan ekan. Bir daqiqa o'tmasdan izmimga bo'ysundi qoldi. "Hamshiralar xonasiga olib bor", deb buyruq berdim unga. U aytganimni bajardi. Baxtimga u yerda hech kim yo'q ekan. "Saidaga qanaqangi ukollar qilinyapti?" deya so'radim. "Narkotik va azob beruvchi. Bunaqa buyruqni kim senga bergan?" "Bosh vrach. Unga kim buyurgan?" "Bilmadim." "Hozir bosh vrach qayerda?" "Obkomga chaqirishgan." "Endi o'rningdan turdi, Saidani kiyintir. Men uni olib ketaman." Hamshira bilan kirib kelganimni ko'rgan Saida qo'rqib ketib, birdan orqasiga tislandi. "Aka, mana shu medsestra har kun men azoblaydi", dedi shoshib. Hamshira yalt etib menga qaradi. Uning yuzidagi alomatlar gipnozning kuchi tugayotganidan dalolat berardi. Shu bois qayta gipnoz qildim. Hamshira hamrohligida kasalxonadan tashqariga chiqdik. 4 nafar KGBchi duv etib yonimizga keldi. "Qayoqqa olib ketyapsizlar bu bemorni?" dedi ulardan biri. "Laboratoriya ko'rigidan o'tkazmasak bo'lmaydi. Organizmida jiddiy o'zgarish yuz beryapti", dedi ularga javoban hamshira. Bu gapni men hamshiraga tayinlagan edim. "Siz kim bo'lasiz?" so'radi mendan. "Men laboratoriya vrachiman. Bu yerda asbob uskunalar yo'q. Bemorning o'zi olib borishiga to'g'ri keladi." Shu payt hamshira telefonda chaqirgan tez yordam mashinasi yonimizga kelib to'xtadi. Gapimiz rostligiga ishongan KGBchi xodimlari gapimizga monelik qilmadi. Bizning hisobimizda 5-6 daqiqa bor edi. Shu vaqt ichida yashirinishga ulgurishimiz zarur. Mening buyrug'im bilan hamshira haydovchiga bozor orqali haydashni aytdi.
Biz uzoq yurmadik. Taxminan 10 daqiqalar ichida bozorga yetib keldik. Men singlim bilan shu yerda tushib qoldim. Tez yordam esa yuqumli kasalliklar shifoxonasiga ketdi. Albatta, u yoqqa borishni ularga men tayinlagan edim. Xavf ortda qolgan bo'lsa-da, bu yog'i ham osonmasdi. Ayniqsa, men singlimni olib chiqib ketganim to'g'risida xabar ko'pchilikning oromini buzishi, so'ng kasalxona to'zigan arak uyasiga o'xshab qolishi tayin edi. shahardan chiqmayman deya nag'ma qilgan taksi haydovchisi va'da qilingan kira haqini eshitgandan keyin jon deb rozi bo'ldi. Shahardan tashqariga chiqayotib, egasini kutib yo'l chekkasida turgan mashinamga qaradim. Ko'zimga g'arib ko'rindi. Ichim achib ketdi. Yonida ikkita askar avtomat ushlab, ulardan sal narida 3 ta qora kostyum, qora ko'zoynak taqqanlar atrofga olazarak boqib turishardi. Ular meni ahmoq deb o'ylashayotgan bo'lsa kerak. Go'yo hozir men singlimni yetaklab mashinamning yoniga kelaman-u, ular qo'lga olishadi. Eshitishimcha, deb gap boshladi taksi haydovchisi. Avtomat ko'targan askarlarni ko'rgach, Rossiyadagi turmalarning bittasidan o'ta xavfli zek qochibdi. Anavi Jiguli o'shaniki emish. Shunaqamikan? Dedim o'zimni go'llikka solib. Ha, bu yerga kelguncha ancha-muncha odamni asfalosofinga jo'natibdi. Stoyankada shofyorlar shunaqa deyishyapti. Hali ushlasholmabdimi? Mashinasini qo'riqlashayotganiga qaraganda ushlolmaganga o'xshaydi. Men deb boshimni qimirlatib, keyingi rejalar to'g'risida bosh qotira boshladim. Ancha o'yga tolib ketman shekilli. Saydaning qo'limdan tortayotganini ham sezmabman. Aka, dedi oxiri u sabri chidamay. Nima gap, Sayda, dedim unga qarab. Nimaga uyga bormasdan xolamlarnikiga qishloqqa boryapmiz? Men boya taksichiga manzilni aytayotganimda qishloqni xolamlarning uy manzilini bergandim. Saida hayron bo'lgan edi, lekin o'sha payt hech narsa so'ramagandi. Xolam Saidani olib avval biznikiga kelinglar, meni ham uylaringga olib ketasizlar degandi. Dedim men singlimga jilmayib. U mening yolg'on gapimga chippa-chin ishondi. Mashina qishloqqa burilishi bilan haydovchiga to'xtating dedim. Meni tushunmayotgan Saida hayron bo'lib hayratini yashirolmay qaradi. Chunki xolamning uyigacha hali 500-600 metrcha bor edi-da. Lekin u lom demadi. Yaxshiyam gapirmadi. Aks holda haydovchining ko'ngliga shubha solib qo'yardi. Hovlisida Kuymalanishib yurgan xolam Saida ikkalamizni ko'rdi-yu, joyida qotib qoldi. So'ng ko'zidan yoshini oqizib biz tomon yurdi. Qanday kunlarga qoldik, Sobir, deya avval meni quchoqladi xolam. Shu payt Saida bilmasin, deya xolamning qulog'iga pichirladim. Xolam boshqa gapirmadi-yu, biroq yig'lashdan o'zini tiya olmadi. Saidani esa 5-6 soniya quchog'idan qo'yib yubormadi. Xolamning uyida choy-poy ichganimizdan keyin xolamga imo-ishoralar bilan chiqib turishini aytdim. U chiqib ketgach, Saida, bir boshidan hech narsani qoldirmay gapirib ber. Qanday qilib unaqa kasalxonaga yo'liqib qolding? Deb so'radim. Saida avval menga biroz qarab turdi. Ko'zida yosh halqalandi, lablari qimirladi.
Keyin boshini egib, peshonasidagi qop-qora sochini g'ijimladi-da, sekin gap boshladi. Yotoqxonada kechqurun xonadoshim bilan choy ichib o'tirgandik. Eshik taqillab qoldi. Ochsam, oq xalat kiygan 2 kishi turibdi. Hayron bo'lib ularga qarab turdim. Nochasi hozir yomon epidemiya tarqalgan. Shunga hamma talabalarni ukol qilyapmiz. Bu haqda rektorning buyrug'i bor, dedi. Noiloj ularni xonaga kiritdim. Avval barmog'imiz uchidan qon olib, kichkina shishachaga solib qo'yishdi. So'ng mening bilganimdan ukol qilishdi. Birdan boshim aylanib, ko'zim tinib ketdi. Ular meni karavatimga yotqizishib qo'yishdi. Xonadoshim Barnoni ukol qilmaganini bilmayman. Men bu paytda 7-osmonda uchib yurardim. Shu bilan uxlab qolibman. Ertalab tursam, boshim yengil, kayfiyatim chog'. Barno kecha doktorlar meni ukol qilishganidan keyin o'zimni umuman sezmay qolibman. Qachon chiqib ketdi ular? So'radim xonadoshimdan. Barnoning aytishicha, doktorlar meni ukol qilib bo'lganlaridan so'ng shishadagi uning qoniga qarab turishibdi-da, sizning qoningizni analizdan o'tkazishimiz kerak ekan, degancha lash-lushlarni yig'ishtirib chiqib ketishdi. Men hayron bo'lib qoldim. Yuvinishga borayotib duch kelgan qizlardan kecha kechqurun doktorlar ukol qilmaganlarini so'rab surishtirdim. Biri jinnimisan desa, ikkinchisi ahvolimni hazilga yo'yib kulib qo'ya qoldi. Darsga borganimdan keyin birinchi 2 parada yaxshi o'tirdim. Lekin 3-para boshlanishi bilan suyaklarim qaqshab og'riy boshladi. Joyimda o'tira olmay qoldim. Kursdoshlarim, domlalar yugurib qolishdi. Institut poliklinikasida meni ukol qilishdi. Ishonasizmi, og'riq birdan yo'qolib, osmonda sayr qila boshladim. Keyin o'sha siz olib chiqqan kasalxonaga olib borishdi. U yerda medsestralarning gaplaridan bilsam, men narkoman bo'lib qolibman. O'zi yaqindagina Botirni qaro yerga topshiruvdik. Sizni-ku yilingizni ham o'tkazib yuborgandik. Otam bilan enamning bor yo'g'i qolgan bitta qizi ham bunaqangi ko'yga tushib, o'zimni o'ldirmoqchi bo'ldim. Lekin irodam yetmadi.